أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli o'quvchilar, darsimizga xush keldinglar. Bugun dars namoz o'quvchining namoz o'qishdan burun qiladigan tayyorligi va hozirlaydigan shartlari, o'rindaydigan talablari haqida to'xtalmoqchi. Babu ma yuf'alu qabla salati. Namoz o'qishdan burun qiladigan, ya'ni namoz o'quvchi qilishga tegishlik, hozirlashga tegishlik ishlarni bayon qiladigan va uni so'zlab tushuntirib o'tadigan bir bab. Vahiya sittun. Namaz aldida qilishga tegishlik ish 6 xil ish. 6 turli ishni namoz o'quvchi cho'qim urilishi, hozirlashi bu shart. Buni hozirlamasa, uning namozi ya qabul namoz bo'lmaydi yoki nuqson namoz bo'ladi. Bu 6 tane farz, sittu faraize 6 tane farz iş bu. Birincisi taharetul bedeni minen necaseteyne. Bedenini aldı iki xil nicaset, igir nicaset, yengil nicasetten pakzılaş bu birinci farz. Namaz o'quvchi cho'qim namoz o'qishdan burun o'zining badaniga yuqib qolgan ya badanlarining biror yeriga tegib qolgan ig'ir nijosat, bu ig'ir nijosat oldi keydidan chiqqan nijosatni deb qaysi kuni biz nijosatlarninki haqida to'xtalgan chog'da bayon qildik, yoki yengil nijosat, go'sht yeyiladigan hayvonlarninki nijosati deganimizga o'xshash bu haqda to'xtalib o'tdik. Bu xil ikki turli nijosatdan cho'qim badanni pokiza tutish va badanni bundan xoli tutish lozim. Bu namoz o'quvchining oldinda o'rinlaydigan farzlardan birisi. Va taharatu savbi. Ikkinchidan kiyim kechki cho'qim nijosatdan pokiza, maynatdan pokiza bo'lishi lozim. Agar kiyim kechakda yoki ig'ir nijosatdan qaysi kuni deganimizga o'xshagan bir tangi miqdori yuqib qolgan bo'lsa yoki yenig nijosatdan kiyimning 3/4dan biriga nijosat yuqib qolgan bo'lsa, o nijosat namozdan to'sadi. Ya'ni o namoz shar'iy talab bo'yicha namoz hisoblanmaydi ve namaz kabul olmaydı. Ve taharetul mekanı. Üçüncü, namaz o'quvchi namaz o'qimoqchi bo'lgan o'rinni cho'qim nijosatdan paklashi kerak. Paklashi lozim. O namaz o'qiladigan o'rin nijis, ma'na bulg'angan o'rin bo'lib qolsa, bu o'rinda namaz o'qig'ili bo'lmaydi. Dördüncüsü vesetrul avra. Avretni yepish. Mayli o er bo'lsin, mayli o ayol bo'lsin, erning mu övreti nadin nagicha, ayolning övreti nadin nagicha, bunu biz dersimizning davomida to'xtalamiz va uni tushuntirib o'tamiz. Ammo hozir
avratni cho'qim namoz o'quvchi o'zining avratlarini yepish va uni yo'gash bu namozning qabul bo'lishining bir shartlari va u farz. Beshinchisi vastiqbalul qibla, qiblaga oldini qilish. Namoz o'quvchi cho'qim namozni qibla tarafga oldini qilib, hamda Ka'baning o'ziga, ya'ni Ka'baning qurilishining o'ziga emas, Ka'ba tarafga, Baytullohil Haram tarafga oldini qilib namoz o'qish bu bir farz. Va niyat ham farz. Cho'qim namoz o'quvchi namoz o'qigan vaqtida o'qiyotgan namozning qaysi namoz ekanligini, peshin namozimi, asr namozimi, farz namozmi, sunnat namozmi yoki nafl namozmi, mana bu shu namozlarning qaysi xil namoz ekanligini cho'qim bilib, uni niyat qilib o'qish lozim. Niyat qilmasa bo'lmaydi. Ulamolar niyatning namozning shartimi emasmi degan haqda ulamolar ixtiloflashgan. Cho'qim amal ibodatda niyat shart va niyat asos. Niyat bilan namoz yo shar'iy, ya'ni shariatning o'lchamiga loyiq namoz bo'ladi yoki undaq bo'lmaydi. Endi yuqorida 6 xil namoz o'quvchi hozirlashga tegishli bo'lgan farzlarni bayon qilgandan keyin tuanda tafsili uning dalillarini so'zlamoqchi. Ammo taharatul badan, badanning, tanning, namoz o'quvchi o'zining tini, ustixini va a'zolarininki pokiza bo'lishi bir farzdir. Buning dalili Payg'ambar alayhisolatu vasallam la yaqbalullohu salatamri'in hatta yaz'at tahura mawazi'ahu degan. Alloh taolo bir odamning namozini qabul qilmaydi ta o odam tahoratini o'zining o'rinlariga qo'ymasa dedi. Demak, namozning qabuli bo'lishi pokizlikning, boshning pokizligi, qo'lning pokizligi, yuzning pokizligi, putining pokizligi, egizlarining pokizligi, o namoz kiyimining pokizligi, hatto namoz o'qiyotgan o'rnining pokizligi. Mana bu shu pokizliklarni o'z o'rniga, o'z joyiga qo'ymasa, bu odamning namozi qabul bo'lmaydi deb Rasululloh degan. Mana bu hadis bu nimaninki namoz o'quvchining badanining pak bo'lmasa bo'lmaydiganligiga dalolat qildi. Va annahu yujibu at-taharata min an-najasati al-hukmiyyati. Yana bir dalil bu namoz hukmi nijosat. Masalan, hukmi nijosat junub nijosat emas. Chunki uning bir mayda yoki bir qasima yoki nijis bir narsa uning yo'q qolmoqli. U demak yana shuni paklanish, pokizlanishni shariat talab qiladi. Shunga o'xshash bu namoz cho'qim hukmi nijosatlardan pak bo'lishni lozim tutadi. Hukmi nijosat ya'ni badanninki hukmi ma'naviy tarafdagi nijosatlardan pak bo'lishni lozim tutadi. Va qawlihi alayhissalom ig'sili anki dama va salli. O Payg'ambar alayhisolamning so'ziga asosanki siz o'zingizdan qonni yuvib tozalang, pokizlang va namoz o'qing degan. Bu so'zi yujibu at-taharata anin nijasatil haqiqiy. Haqiqiy nijosat, qon, haqiqiy najis, sperma, haqiqiy najis, insonning gandisi haqiqiy najis, uchar qushlarning yoki hayvonlarning nimasi, po'qi, mayiqi haqiqiy najis. Mana bu shundaq nijosatlar yo'qib, tegib qolgan bo'lsa, uningdan paklashni va ma'naviy nijosatlar, hukmiy nijosatlar, jinobatga o'xshash hukmiy nijosat bo'lib qolgan bo'lsa, buningdan paklanishni talab qiladi. Cho'qim badan mayli hukmiy nijosat,
mayli modda, haqiqiy nijosatlardan pok bo'lishi lozim. Buni poklamay turib, namoz o'qig'asa, uning namozi qabul bo'lmaydi. Va amma taharatu savbi, ama kiyimning pok bo'lishiga kelsak, Alloh taolo vasiyabaka fatahhir, sen kiyimingni poklig'in degan. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir va robbaka fakabbir vasiyabaka fatahhir. Ana shada Alloh taolo kiyimni pokizlashga alohida buyurgan. Demak, kiyim namoz o'quvchining badaniga yemlishib, choplishib turgan bo'lg'achqa, cho'qim namoz o'quvchi o'zining ustidagi kiyimni pokizlamay turib, oningdagi nijosatni yo'q qilmay turib namoz o'qiyamaydi. Va ammal makan faliqawlihi, makanning pokizligiga kelsak, Alloh taolo an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'as sujud. Mana bu yerda sizlar mening uyamni, bu uy Baytulloh demakchi, Alloh taolo Ka'ba xonini demakchi. Endi bu xoni Ka'ba barliq musulmonlar namoz o'qiydigan, qarab turib musulmonlar uni qibla qilgan, musulmonlar o'zining ibodatlarini onunga oldini qilib o'qish shart bo'lgan ulug' joy. Alloh taolo mana bu joyni namoz o'qib tavof qilguvchi, ashyoda muqim turib ibodat qilguvchi, ruku sajda qilguvchi, ya'ni namoz o'quvchilar uchun poklanglar deb Alloh taolo İbrahim aleyhisselam bilen İsmail aleyhisselam'a bunu buyurgan. Demek, Beytullah'da Allah Teala meyli nicase hakiki bolsun, onunla hayvanla taharet kılıp koygan bolsa, ya ki insanlar taharet kılıp koygan bolsa, bunun paklaş, it, muşuk, ya ki başka hayvanlar taharet kılıp koygan bolsa, bunun paklaş. Eğer onun içinde manevi nicasetler putluğa okşugan, ya ki küfrünün belgisi, şuarı boğan, küfrüge mahsus, onun küfrünün ki belgisi boğan bir nesi bu kalsa, onundan paklaş kirek. Çünkü o mukaddes Müslümanların kıblisi ve Müslümanlar inine karab turup ya namaz okuyduğun urun boğanlık için. Bana bu yerdeki tahira aynı zamandaki butların paklanlar hep Allah Teala buyurur. Ama setrul avre, ama avretni yepiş meselesi de Allah Teala'nın sözüge asasen ki ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin, ey Adem balaları, ey insanın balaları, sizler zinnetinlerini secde kılgan çağda, her kaçan secde kılsanlar, yani namaz okusanlar, zinnetinlerini tutunlar, zinnet kılınlar, çıraylık kim, çıraylık şekil, çıraylık bir halet bilen namaz okulanlar deb Allah Teala bu yerde buyurdu. Tefsir imamları huve ve ma yuvaril avre, bu yerdeki Allah Teala huzu degan buyruk bilen bizde buyurgan bu talep avretni yo'g'igidek, avretini yapgudek kiyimni demek. Şu avretini yapalısanglar, yo'g'iyalısanglar bo'ladi. Vel mustahabbu en yusalliya fi salasati aswab. Yukarıdaki avret bo'lgan o'rinlarni yapgudek namoz o'qish, bu namazdan oldingi hazırlaşma tegishli farz. Ama onundan ortiq holatda bir inson zinnet kiyimlerini kiysa, alohida namaz o'qish uchun hazırlık qilsa, tayyorlansa, ya onunga maxsus kiyim ve maxsus joyini tayyorlab qo'ysa, bu bir yaxshi ish bu. Fazilati yuqori, savob bo'ladigan, Alloh taolaning oldida ajr beradigan ish. Vel mustahabbu en yusalliya fi salasati aswab. Namaz o'quvchi bo'lsa 3 kiyimda namoz o'qishi yaxshi. Biri ko'ynak, üstüge belinin üstüge ko'ynak kiyilishi. İkincisi shim, belinin astırı shim, yani işten kiyilishi. Üçüncüsü beşiği selle kiyilishi.
yoki do'ppi kiyilishi, beshiga bir bosh kiyimni kiyilish bu yaxshi ish bu. Chunki namoz o'quvchi Alloh taolaning oldiga boradi. Alloh taolaning oldiga boradigan odam degan haqiqatan xuddi bir mehmon uyga kelsa qandoq tayyorlansak va uningga qandoq yasalgan bo'lsak, Alloh taolaning oldiga shundoq yasinish, tayyorlanish, Alloh taolaning oldiga chiroyli o'z berishimiz lozim. Allohning oldiga undaq kusay bilan yoki mayki bilan yoki boshqa bir odatda sirtlarga chiqolmaydigan cho'ngroq odamlarning oldiga borolmaydigan kiyimlar bilan namoz o'qimasligimiz lozim. وَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ جَازَ. Agar bir kiyimni azamda bu vaqtdek boy bo'lmaganlik uchun kiyim bir namrat kambag'al bo'lib qolib, kiyimi bir tal kiyim ekan. Bu bir tal kiyimni yepinib turib, yuginib turib, uni ustiga ortib turib namoz o'qisa, yatavashshahu bihi degan uni ortib yuginib uning bilan turib namoz o'qisa bir kiyimda, u namoz bu durust. Chunki asli maqsad nima? Avratni yepish. Avrat yepildimi? Bo'ldi. Avrat yepilgandan keyin qoldisi bir istihbab yoki sunnat. Qala alayhi salam: "Ava kullukum yajidu sawbayn hina su'ila an salat fi sawbi wahid." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kiyimda namoz o'qisa bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqtda Peygamberimiz hammani ikki kiyimi topalamda. Ikki kiyimi bormi hammaning? Kimning ikki kiyimi bor? deb Rasululloh buni so'ragan. Bo'ladi emas, albatta bo'ladi. Chunki ikki kiyim kimning? Rasulullohning zamonasida kishilar shundoq kiyimlari oz ham oddiy edi. Va qala Abu Darda radhiyallohu anhu: "Salla bina Rasululloh fi sawbin wahidin mutawashshihan bihi." İmam Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilib, bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kiyimda namoz o'qigan. Ufbada mutawashshihan bihi, u kiyimga yuginib turib dedi. Ya'ni u kiyimni xuddiki bir shidishapga o'xshagan abdan yuginib ustig'iga ortib turib o'qidi. Qad khalafa bayna tarafayhi. Peygamberim o kiyimning ikki tarafini, ya'ni u uchi bilan bu uchini almashtirib qo'ydi. Ma o'ng tarafdagini solning ostiga, sol tarafdagini o'ngning ostiga ikkini bir-biriga almashtirib o'tib, yepinib turib namoz o'qib bergan dedi. Demak, bir kiyim bilan namoz o'qisimiz bo'ladi. Endi bu hadis İbn Vadi chiqargan zaif hadis. Ama hadis zaif bo'lsa-mu, lekin bu hadisning boshqa dalillari, boshqa shahidlari ham. Hadisning zaif bo'lishi ba'zida ravi tarafidan zaif bo'ladi, ba'zida hadisning bir lafzi, kalimasi tarafidan zaif bo'ladi. Shuning uchun hadisning zaif bo'lganligi ravi bilan zaif bo'lganligi hadisning o'zining zaifligini yo bir kalimaning almash bo'lib qolganligi, ma'nosi to'g'risimi lafzi almash bo'lib qolganligi bilan zaif bo'lganligi bu hadisninki amal qilg'ili bo'lmaydigan hadis ekanligini uqtirib bermaydi. ولا يجوز للمرأة إلا أن تستر بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها. Ayol uchun bir kiyimda namoz o'qisa to'g'ri emas. Bu durust emas. Uning namozi namoz bo'lmaydi. Faqat o ayol bir kiyim bilan beshini butun badani yopa olsa bo'ladi. Shu boshqa tashlagancha o shidshapda kang yoki gilamdek kiyimni tapinigachilik yogisa, yopsa, avratlarning hammasi yo'galsa onun namozi namoz. Bo'lmasa u bir kiyim bilan belining ustini hallang yoki tizining ostini hallang yoki beshi hallang yoki jaynikining matirifi hallang bunda namoz o'qisa, bu ayolning namozi namoz bo'lmaydi, o'qib emas. Ve yukrahu an yusalliya fi sarawil wahda.
Şimdilam namaz okuş bu mekruh. Lima rava annahu aleyhisselam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılındı. Naha an yusalli raculu fi savbin leysa ala atiqihi minhu şey'un. Tosta Peygamber aleyhissalatu vesselam bir insanın bir tal kiyimde namaz okuşunu tostu. Yok, o adamın öşnesiga ol kiyimden hiç narsa yok. Fakat şu tezinin üstünü yogaydigan, kindikinin astını yogaydigan, meydeleri, dümbelleri, kosakları, hatta öşneleri, hemmesi Allah'ın hiç narsa yok. Bunda halette namaz okuştan Peygamber aleyhissalatu vesselam toskan. İmam Ebu Hanife rahimahullah deydi, "Es-salatu bis-saravili yushbihu fi'la ehlil cefa'i." Bu işten de namaz okuş, ehlil cefalarının kılıkı okşaydı. Yani Yezi'deki dihallının, tağdaki tağlıqlarının ki şu bir tal kiyimni üstüge yögülüplam, artıplam, önkürünün kaştaya ol tutkan, o şu tağlıqlarının kılıkı okşaydı. Ve bis-savbi yetteşihu bihi eb'adu minel cefa'i. Yögengen bir kiyimde yani yögengen bir tal kiyimde namaz okuş cefadan yirakrak. Ve fi kamisin ve ridain adetun nas. Köynek kiyip ötüsse ya ki yaktek kiyip rida ton kiyip okusa bu buladı. Bu insanların adeti bu. Adette şundan adetlenip gelgen. Bunun qoşuğan mesela bir ayal kişi özünün abayisi ya peltusu ya ki ayal kişi çok bir köyneki olsa şu köynekte öp ölgüçü halette namaz okusa bunun namazı mı durursun. Buna burada. Demek kandak halette namaz okusa buludu. Hem de tüvende öğret hakkında, öğret eşitip kalsın olmaydı dedik. Öğret nedin dergiçi öğret? Kanda bolsa öğret buludu bu vakti toxtalmak için. Kale ve öğretur reculi ma tahte surretihi ila tahte rükbetihi. İnsanın, kişinin dedi, kişinin ki öğreti nedin dergiçi? Onun kindikinin astıdın, tiznin astıgıçılık, şu arlık öğret. Şuya eşlik kalmışsa, hallan kalmışsa, bunun namazı namaz bulavırdı. Lekavlihi aleyhisselam, avretur reculi ma dune surretihi hatta yucavize rükbetehu. Kişinin övreti, onun tizinin astıdın başlap, ta kişinin övreti kindikinin astıdın başlap, ta ki tizidin ötep ketken kadar bulunur. Şu tizdin ötse, tizdin astığa düşse, tizdin ötçüge alsa, tizdin koşu alsa bu bulunur. Ve kavlihi aleyhisselam er-rukbetu minel avre. Peygamber Aleyhisselam'ınki tiz çoğu degende Peygamber Aleyhisselam'ınki tizmu evretinin katarıdır degen bunu hadis bunu dalalet kılıyor. Çünkü yukarıda biz dedik ila gayet üçün dep. Aşo vemsahu biruhusikum ve erculakum ilal ka'beynde ila gayet üçün bulab gayet to'xtamdimiz yoki muhayya g'oyatning ichiga kiramdi degan haqida gap tushuntirib ketdik shu vaqtda. Mana bu yerda tizda to'xtamdimiz yo tizni o'z ichiga elib to'xtamdi degan yerda Peygamberimiz er-rukbatu minal avratda tizmu avratning qatoridan avratga kirdi degan bu hadisiga asosan g'oyat ya'ni muhayya g'oyatning ichiga kirdi. وَلِأَنَّ الرُّكْبَةَ مُلْتَقَى عَزْمِ السَّاقِ وَالْفَخْسِ. Çünkü tiz paçak bilen lotinin sonuki uçuruşduğun orun. Tiz degen. Astıdın paçakның, üstüdün lotinin sonuki uçuruşduğun. Merkezi orun.
فَقُلْنَا بِكَوْنِهَا عَوْرَةً اِحْتِيَاتًا Emne lotının avretlikinde mesele yok. Bunun da İmam-ı Şafii başka mezhep ilmalları bu. Bir de illa İmam Malik Rahimullah Peygamber Aleyhisselam'ın ki lot uç turttu ya ki lota uç tusumu bu avret emas degan şu hadislerni dalil kılıp avret emas degan. Ama köp sallık ilmalar avret deydi. Şu biz bu tizminmi ihtiyaten eğer avret bu kasa namaz okuğucunun namazı dürüst olmay kalmasa degan asas kılıp biz bunu avret deyapti. Yani bununla Enes radıyallahu anh'ın hadisi karşı kıldı. Ecra nebiyullahi fi zuqaq Hayber Resul Peygamber Aleyhisselam Hayber'in kocalarındaki tavattattı. Ve inne rukbeti la tamussu rukbetahu. Benim tizim Peygamberim'in tizimi tıkıkılır. Sümme hasaral izara an fahsihi. An Peygamber Aleyhisselam iştenle lotus'un açtı. Ağınak lotus'un açtı. Hatta inni la anzuru ila beyazi fahsih. Ben Peygamberim'in lotus'un aklıqını kalıdım. Şundak bir ak gel. Felemma dekhalal qarya. Peygamberim kentiga kirdi. Bu hadisni İmam Buxoriy chiqqan. Yine Ayşe radhiyallohu anha dedi, "Jalasa nabiyyu kashifan an fakhzayhi aw saqayhi." Peygamber Aleyhisselam lotusni içip qo'yib yoki pochiqni içip qo'yib o'ltirdi. Pastda azan Abu Bakr radhiyallohu anhu ruxsat so'radi, ruxsat qildi. Fadakhala wa huwa la tilkalala. O Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamberimni qarshi kirdi. Peygamberim şu holatda edi degan bu hadislar bor. Ve onundan başka hadisler var. Demek bazen ilmalar bu hadislerini tutup lotunu avret emas degan. Yine bazenler çoğu lotunu avret degan. Bu yerde sebep ne bu dese bazenler bu hadisni kin ya ki bazenler bu lotunu uç emas degan hadisni yani lotunu uç koysa bu lotu degan hadisni burun deb birini tercih qilgan shunday holatda İmam Malik lota avret emas mı degan. Ama qarash lota avret. Qala ve kezalikel amatu. Musannif deydi, mana bu şunun o'xshaydi. Didakmi? Didakningmi badanidan kindikining ostidan onunki demesi çizgiçilik avret. Belki evla onundan da eşit. Ve batnuha ve zahruha avra onunki eşip didakning qo'siqimi dümbisi uçumu bunu avret. Li'annahu mevdu'un mushtahan. Çünkü bu didakning qo'siqi uçularımı arzu qilgan adam. Yani bir quchoqlashni arzu qiladigan, ya terisini terisiga yemlashni arzu qiladigan bir urun bo'lmoqchi. Shuning uchun bundaq urunlar avrat. Tashbaha bayna surrati va rakba. Shuna bu tiz bilan kindik bilan tizning orasidagi yaga o'xshitib buni avrat. Val mukatabatu va ummul valadi val mudabbaratu kal amata. Mukatab xat yazib berilgan qo'limda. Siz ya 1000ni ya 2000ni yoki 5000ni menga bersangiz masalanga ya bir oy ya 2 oyda siz aza deb xat yazib berilgan qullar. Ummu valadcho agar siz bir bola tug'sangiz, bolani tuqqan hamon siz aza deb shartlik qilgan. O kul çünkü bu şartlik talakka o'xshash bo'lib shart tushmasa talaq tushmaganiga o'xshash u o'zining ulushiga bog'lab qo'ygan bu dedak ya'ni buni esildirib qo'ygan bu dedak u xo'jayin o'lmasa uni ozod bo'lanmaydi. Balını tug'masa u ozod bo'lanmaydi. Xat yazib bergan bo'lsa ya 5000 ya 2000 ya 3000 bir oy ya 2 oyda deb uni tulab bo'lanmagan bo'lsa uni qul bo'ladi. Bunda bo'lganligi uchun
bu bir tarafdan hör, bir tarafdan qo'l. Hozirgi amaliy holati qo'l bo'lganligi uchun bu dedekning hukmida bo'lib, buni qo'sib kindikining osti, tizining usti, qo'shab qo'siqi, dumbisi bu avrat. Qala va jami'ul badan va jami'u badanil hurrati avratun. Hür ayolning bütün bedeni beşidan başlap ta tapınıqçılık, tırnıqçılık hammasi avrat. Peygamber aleyhissalatu vesselam el-hurratu avratun masturatun. Hür ayol, azat ayol bu avrat yepiladi. Yani o yepinişi, kiyinişi lazım degan. Qala musannif deydi illa vajha. Faqat uning yuzi avrat emas. Hür ayolning yuzi avrat emas. O yuzini yo'gab bo'lanmaydi. Va kaffayha ikki olqini avrat emas. Olqini avrat emas. Ve kavlihi Teala ve la yubdina zinetahunna illa ma zahara minha. Allah Teala bu ayollar özünün zinnetini aşkar kılmasın. Uçuk koymasın. Zinnetlerini içivetmesin. Dep bulab illa ma zahara minha. Meğer o zinnetten aşkar bulab qalğan, küynep qalğan, çıkıp qalğanlar bulab qalsın meyle dep istisna qılıp aldı. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh buna bir yerde el-kuhlu vel-khatem yani sürmesi bu zinnet yüzü ki zinnet dedi. Yani ayol kişinin sürmesi aşkar olap qalsa, sürmü taatkan bolsa bu yoki yüzü ki üzük yani üzük sağan bolsa, üzük ki çıkıp qalğan bolsa bu günah bo'lmaydi, bu avrat emasdir. Ve min zarurati ibda'iz zina ibda'u mawdi'aha. Zinnatni oshkorlashninki, zinnatning oshkor bo'lishining zarurligidan uning joyining oshkor bo'lishi. Cho'qim zinnat oshkor bo'ladi ekan, o zarur bo'ladi ekan, uni yo'gash, uni yushirish qiyin bo'ladi ekan, cho'qim uning joyi oshkor bo'ladi. Masalan, sürmeni ayol kishi tatgan bo'lsa, uni yeyib qo'lanmaydi ekan, albatta, chunki uning ko'z undan olganda ko'zi, yüzük, yani üzük, aşk, zinnat bo'ladi ekan, uni oshkorlashtirish bo'ladi ekan, albatta uning urullari bo'lgan halqallar va barmoqlar ham o avrat emas. Val kuhlu zinatul vajh. Sürme degan yüzning zinnati o. Yüzning zinnati. Çünkü ayol kishininki güzelligi, husni jamoli uninki ko'zida bo'ladi. Yuzga emas, ko'ziga sürme tatiladi. Anda bo'lgan chaqda sürmeni oshkorlash bu durust, bu mubah bo'lsa, onun o'rni bo'lgan ko'z va ko'z tava bo'lgan yuzni oshkorlasa bo'ladi. Val khatamu zinatul kaff. Üzük bu alqanning zinnati. Ve li'annaha tahtaju ila kashf zalika min al-muamalat fakana fihi zurratan. Çünkü bu ayol kishi shuni, yani yüzünü, üzükünü ishqa muhtoj bo'ladi muomalalarda. Hech kim bilan muomala qilgan chaqdama buni ochmasa bo'lmaydi. Fakana fihi zurratan, buningni zurriyat bo'lib qoldi. Zurriyat yo'qligidan bu durust. Va fil qadam rivoyata. Qadamda ikki rivoyat bor. Annaha laysat bi'awra fil salah. Ana bu ikki rivoyatning birisi bu put, yani tapan avrat emas namazda. Namazda avrat emas. Avrat namazın sırtı degan rivoyat bu bor. Velav in kashafa zira'uha jaza salatuha. Agar ayol kishining beliki yechilib qolsa, uning namozi durust. Li'annaha min zinati zahira. Çünkü bu
bilekmi aşkar bo'lgan zinnatmi? O aşkar bo'lgan zinnatmi? Sivar bileycik. Mesela bileycik degan aşkar bo'lgan zinnat. Uning shug'uli olmaydi, yo'g'ili olmaydi. Aşkar bo'lgan zinnat, ya'ni surma, yüzük, bileycik, monjaq degandek bu zinnatlar aşkar bo'lgan zinnatlar avrat emas bo'lsa, buning joylarini, o'rinlarini aşkarlash bu durust, avrat emas. Ve tahtaju ila kashfihi fil xidma, ayol kishi uni aşkarlashga muhtoj bo'ladi ya. Yani o bilekini chiqarishga, xizmat qilgan chaqda osh tomoq etgan, nay yoqqan chaqda ish mecbur bo'ladi. Oshxonaga kirgan chaqda o bileklerden başlap yo'gab bo'lanmaydi. Nay yoqqan chaqda bileklerden başlap yo'gab bo'lanmaydi. Shunda bo'lganlik uchun bilikimi avrat emas. Ve satruhu abzal, yepish abzal. Ne yapsa yaxshi. Yo'gansa yaxshi, qanchaki yo'gansa o yaxshi. Onun da gap yo'q. Ama etish masalasida azroq ixtilof bor. Illa ma zahra minha. Vel avra avratadi. Avrat ikki xil bo'ladi. Avrat ikki xil. Birisi g'aliza, ig'ir avrat. O oshkor qolsa, uchiq qolsa, qattiq jinoyat bo'ladigan, yüzü tushadigan, namozni to'sadigan bundaq avrat bor. Va hiya sav'atadi. Bu ikkisi insonning oldi keyni. Bu bak ig'ir avrat bu. Oldi keynini uchiq qo'yish, oldi keynining hallan qilishi bu namozni to'sapla qolmay, namoz o'quvchining namozini to'sapla qolmay, hatto insonning yüzü tushadigan, obro' inovati to'kiladigan, uningki hurmatiga ta'sir yetkazadigan bir ish. Ig'ir ish. Va xafifa yana birisi yengil avrat. O yengil avrat o ikkisidan boshqa yerlar. Masalan degandek dumbisi, qo'siqi, maydi, puti, payini pochoqlari va uningdan boshqa yerlar bu yengilroq avrat. Oningdek bo'lmaydi. فالمانع من الغليظة ما يبدو زيادة على قدر الدرهم. İğir avratlıdan, xuddi qaysi kuniki ig'ir nijoset degandek, ig'ir avratlidan namozdan to'sitqini tangi miqdordan eshib ketgan ish ortiq kunab qolgan bo'lsa, oldi tarafdan yo keyni tarafdan shu tangi miqdoridan kichikgina azroq, ya'ni tangi miqdoridan shunda ortiq bo'lib qoldi ki oshkor ya uçda onun namazını kabul etmez. Ve fil hafifati rub'ul uzve. Yengil avrat nijasette, yani yengil avratte, yani onunki lotusu yoki qo'soq, mayda, dumba yoki chechi degandek bu taraflarda a'zoning to'rtning biri. Andaki nijasetli de aynı bağlı. Baş bir çaç bir a'za, kol bir a'za, bilek bir a'za, qo'saq bir a'za, mayda bir a'za, dumi bir a'za. Her bir ismi muayyen, ayrım bo'lgan a'zali bir a'za. Şunun to'rtning birisi kurab qolgan bo'lsa, u namoz o'qisa bo'ladi. Va zakaru uzun bi infiradihi. Zakar yani insanın cinsi azası öz aldığı ayrım bir aza o. Onu başka bir azalığı ya lotuğa ya başka yerge katkılı olmaydı. Özünün aldığı ayrım bir aza. O mu tötten birisi ya ki tengi miktarıçılık urun yani künep kalsa olmaydı. Çünkü onun aldığı ve keyni bu igir nicası. Igir evrenlik. Ve gazalikel unsayan şunundaki taş börek. Erkişininki taş böreki bu mu öz aldığı bir azap. Öz aldığı azap olup onun evreti igir evret. Şunundan tengi miktarıya kürep kalgan, aşkarlap kalgan olsa onun namazı namaz olmaydı. Namaz okuştun o tosudu. Kale
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ سَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ deydi musannif. Agar hamda namoz o'quvchi ma'qul kiyimida nijoset beyken, bedenida nijoset beyken, ya urunida, yani namoz o'qimoqchi bo'lgan urunda nijoset bo'lsa, uning bilan nijosetni yo'qotadigan suvni topolmasa, qanday qiladi? Sallama nijoset bilan bildi namoz o'qiydi. Nijoset beyda mening badanimda ya namoz o'qiydigan yerda bu nijoset holatida namoz o'qisam bo'lmasmi? Namozni kim o'qilaydi? Meni namoz o'qiydi. Valam yu'id namoz o'qib kim namozning vaqti chiqib bo'lguchilik nijosetni yo'qotadigan bir sharoitga ega bo'lsa, uni qayta o'qimaydi. Chunki taklif li'anna taklifa biqadril wusqa. Chunki taklif şu kuchingning yetishi, imkoniyatingning boricha, qudratingning yetishi bo'ladi bu yerda. Tayin kana ta'ir ruba'a sawb, agar pogizsi kiyimning 4ning birisi pogizsa, 3 najis bo'lsa, av aksar ya uningdan jiqroq bo'lsa, uningda namoz o'qiydi. Wala yusalli uryanan, yalang'och namoz o'qimaydi. 4dan bir qism, ya'ni kiyimning 4dan bir qismisi pogizsa, 3 qismisi nima? Nejis, manat. Ya uningdan jiqroq nejis bo'lib qolsa-mu, bu odam kiyim bilan namoz o'qiydi. Yalang'och o'qimaydi. Lianna ruba qa'imun maqamal kulli shar'an ala ma'ruf. Chunki 4dan biri shariatning o'rnida turibdi. Hammaning o'rnida turibdi. Shar'an yuqorida turilgan qoida bo'yicha, yuqorida turilgan qoida nima? 4dan birisi nejis qilib qolsa afi qilinmaydi. Uning azroq bo'lsa afi qiladi degan. 4dan bir hammaning o'rnida turgan bo'lganligi uchun agar 4dan bir o'rin pokiz bo'lsa, hamma o'rin pokiz deb shuni hukmida namoz o'qiydi. Va in kana duna ar-rub'i fakazalika inda Muhammad. Agar 4dan birisi 4dan birdan tuvan bo'lsa pokiziya, shuningdek Imom Muhammadning rahimullohning o'zi u namoz o'qiydi. Li'annahu taraka farza wahid, chunki bir tal farz o'qib qo'ygan bo'lsa, agar namoz o'qimasa. Val uryanu yatruku furuzan, amni yalavaş jiq farzini. Ava 4dan birisi nejis adam kiyimining yoki uningdanmi jiqroq ya nejis adam bir tal farzni qo'yib qo'ygan bo'lsa, yalavaş o'qisichi yahmanja qiyalini. O oldi taraf, keyni taraf, har bir a'zo o'z oldiga nurg'un farzni qo'yib qo'ygan bo'ladi. Jiq farzni unda olganda jiq farzni qo'yib qo'yganning o'rniga bir farzni qo'yib qo'yib, qoldi farzlarni qilib bo'lgandan qilib o'qish kerak. Va qala yatahayyar, bu ish bilan ixtiyor, qanday ixtiyor qilsa bo'ladi. Chunki nejis bo'lgandan uning kiyimi borning yo'qning hukmida. U nejis kiyim bilan namoz o'qisimi o'xshash, yalang'och o'qisimi o'xshash. Va salatu fi afzal, bu nejis kiyimda namoz o'qish afzal. Chunki har bir namozdan yalang'och lianna kullu wahid min as-salati uryadan, chunki har biri yalang'och namoz o'qishdan va ma'an nijasa, nijoset bilan namoz o'qishdan to'sqichidir, tanlagan chog'da, ixtiyor qilgan chog'da buni to'sadi. İlla annahu iza salla fi-s-sawb najis, lekin o nejis kiyimda namoz o'qisa avratini yopadi. Nejis olsa mı avratni yopadi. Va annahu vacibun fi-s-salati va xarijaha. Bu avratni yopish namozning ichida muvojib, teshida muvojib. Anda bo'lgandan keyin namozning nejis kiyim bilan o'qiganlar yalang'och o'qigandan afzal va avla. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.